qat'iyat. Va mana shunaqa uchrashuvlardan keyin rosa ruhlanib, hayotimni o'zgartirib tashlayman deb uyga borib nimadir yozasizlar. 86% odam mana shu yerdagi dunyo statistikasi shu. 86% odam bir haftada unutib yuboradi shu narsa. Faqat 14% darsni olib ketish mumkin. Ya'ni gap bizni bitta kurs bo'yicha, bitta yo'l bo'yicha, bitta yo'nalish bo'yicha shaxtam qadam bilan yo'lga chiqishimiz emas, oxirgacha mana shu yo'lda tura olishimiz ham muhim ekanda. O'shaning uchun qat'iyatli bo'lish, maqsadga, niyatga sodiq turish, bilmadim endi Xudo bir bergan insonlarda bo'ladi. Ustozlarimiz aytishardi, Allohdan hadeb ilm deb ilm so'rayvermasdan muhabbat ham so'ranglar, ixlos so'ranglar. Chunki ixlos bo'lmasa, muhabbat bo'lmasa ilm foyda bermaydi. Hadeb suv so'rayvermasdan chanqoqlik ham so'ranglar derdi. Ko'chma ma'noda. Ya'ni mana shu kafilga suv sepadigan bo'lsa, singib ketmaydi deb bergan. Tushunasizmi? Suvning borligi bu yo'qdi degani emas, yerga. Tuproqqa sepsangiz singiydi deb. Ana shunday tuproq bo'lishni ham so'ranglar deb aytishardi. Bunga juda kattaroq, kengroq soatlab gapirsa bo'ladigan ma'nosi borki, qat'iyatli ichki olov yonib buni o'chmay turishi Alloh bergan tavfiqdan bo'ladi. Agar o'zgaryaptimi, bilingki, siz yo'q bilan aloqangizni ancha uzib qo'ydingiz. Ya'ni biz endi mo'min musulmonlarni turishimiz, yo'limiz shu. Biz iymon keltirgandan keyin mana shu tarafdan ishlaydi qoida. Ateist yo boshqalarda boshqa tarafdan ishlash mumkin qoida. Ertaga so'ralishimizda mana shunaqa ajralib turadi farqli. Ya'ni aytishingiz mumkin, hozir kimdir o'yladi, nimaga Tomas Edison 10 ming martalik yig'ib turib, to'kirib oxirlamishgan chiqardi. U musulmon bo'lmagan ku. Xuddi shunaqa son mingta case bor musulmonlarda ham. Xo'p, qaytamiz. Ya'ni qalb, yaqinda qalb haqida ertalab gapirdik. Qalb ignani ustiga tuxumni qo'yasiz-ku, xuddi shunaqa muvozanatda turadigan, sal og'sa og'ib ketadigan, juda tez o'zgaruvchi narsada. Tajvidda iqlob degan qoida bor. Ya'ni boshqa harfga aylanish. O'sha aylanib, almashib turadigan narsa degan qalb juda tez o'zgaradi. O'shaning uchun payg'ambarimiz alayhisolamdan eng ko'p qilgan duolari qaysi deyilganda aytgan ekanlarki, shu Allohumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik degan. Ya'ni ey qalblarni o'zgartirib, aylantirib, almashtirib turuvchi zot, qalbimda diningda sobit qilgin degan. Endi odamlarda eng afzali bo'lgan zot shunaqa duo qilib turganda, siz bilan men o duoni har nafas olganda qilishimiz kerak degan. Ya'ni qalbirdan bir narsaga ixlos qaytib, o narsani muhim deb bilmasam, aktualligini siz uchun yo'qotsa, u ishni ming zo'rlasangiz ham o'zingizda qilishingiz qiyin bo'ladi. Muhabbat, har bir narsaning asosida muhabbat yotadi deydi Hazrat Rumiy. Sabab siz yaxshi ko'rgan narsangizni, yaxshi ko'rgan o'yiningizdir, yaxshi ko'rgan kinoyingizdir, soatlab ko'rishga tayyorsiz. Mana El Clasico ko'radiganlar kechasi soat 1 da qo'yadimi, 2 da qo'yadimi, kechqurun ko'radi. Lekin kechqurun soat 2 da tahajjudga turish yoki kechqurun 2 da turib kitob o'qish o'ta og'ir sizga. Nimaga? Bunga nisbatan muhabbatingiz va ixlosingizdan El Clasico'ni kuchliroq. Tushundingizmi? Nimaga muhabbat qo'ygansiz, nimaga ixlos qo'ygansiz, ayni o'sha narsa siz uchun osonlashadi. Shuning uchun rus tilida zubrit degan so'z bor. Ya'ni miyaga bir narsani tiqishtirib, qoqib joylashtirish, ya'ni sharlatib ma'nosini tushunmasdan turib o'qib yodlashni zubrit deydi adashmasam. O'shanaqa qilib o'qiyotganlar va orangizda qaysidir fan, qaysidir ilmda o'zini qiynab majburlikdan, ota-onasi aytganda yo biror bir kimga taqlid qilib. Men aytardim, Allohdan ko'p muhabbat va ixlos so'rang hozirdan. Agar Xudo sizga ixlos va muhabbat bermasa, juda qiyin bo'ladi. Einsteindan so'raganman o'sha nisbiylik nazariyasini. Tushuntirib bering deganda zo'r tushuntirgan. Ya'ni siz bir juda ham yaxshi ko'rgan insoningiz oldida o'tirib suhbatlashsangiz, soatlar ham soniyada o'tib ketadi, juda tez. Lekin qizdirilgan yog' solingan tovani ustida o'tirsangiz deydi, sizga sekundlar ham asrdek uzoq tuyuladi deydi. O'shaning uchun bizni nafsimizga yoqadigan ishlarni qilishimiz oson bo'lar ekan, nafsimizga yoqmaydigan ishlarni qilishimiz qiyin bo'lar ekan. Biz nafsimizni nimaga nastroyga qilayotganimizga qarashimiz kerak. Tushunasizmi?
O'shaning uchun inson atrofidagi odamlar qanaqa bo'lsa, o'shanga moyilligi oshib ketishi, o'sha odamlarda shu qiliqlarni ko'rishi yoki shu fazilatlarni ko'rishi, o'sha yaxshidir, yomondir habits, odatlarni ko'rishi ko'z orqali, quloq orqali, 5 ta sezgi organi orqali siz aqlingizga ma'lumot qabul qilasiz va o'sha narsani qancha ko'p ko'rsangiz, buni odatiy narsa deb qabul qilasiz va o'shanga moyillik uyg'onadi. Endi qaysidir sohada qat'iyat bilan turaman, men marramda oxiriga yetaman deydigan odam ayni o'sha odamlar bilan ko'proq muloqotda bo'lib turish kerak. E'tibor berganmiz, Cambridge kelsangiz, bu yerda darsga yarim soat qolganda rosa dars qilish kelib ketadi-da. Shu yerda rosa bir barakali dars qilasiz, darsdan keyin bir chiroyli. Uyga borganda yolg'iz o'zingiz qolasizda, sal dangasaro bo'lib qolasiz. Odamni tafsir odam oladi-da. Mana aura degan narsa bor narsa. Mana shu zo'r muhit, do'stona muhit, bu yerdagi fayz. Ahad Quli aka Xol Muhammad o'g'lini ko'pchilik tanisa kerak. Savdogarlar ustozi degan kitobni yozgan odam. O'sha kishini uyiga borganimda o'tirganimizda Muhammad Alijon shu o'zimiz maza qilib gapirishadigan gaplardan gaplashaylik. Baligimda hisob kitob yoki ko'chani gapi yo biznes bo'lsin, boshqa bo'lsin, ishga oid narsalar gaplashmaylik. Nimaga desam, men yaqinda bir o'qib qoldim. Mana devorlar 300 yilgacha ma'lumot saqlaydi ekan deydi. Mana masalan, u endi yangiligi qolmadi, suvda xotira bor, ha? Suv haligi suvning pamyati bor, ya'ni qayerda oqib o'tgan bo'lsa yoki qayerdan o'tgan bo'lsa, o'sha o'zida xotira saqlab qoladi. Xuddi shunaqa materiyada ham xotira bo'lar ekanki, sen bilan bu yerda ishda gaplashsak, sen ketgandan keyin mana shu ishga oid narsalar miyamga kirib, balki alg'ov-talg'ov bo'lib, uyda ham rohatim bilmay qolaman. Shuning uchun men bitta prinsip qilganman, uyda absolyut ishda gaplashmayman, ishda absolyut uyda gaplashmayman degan. Ya'ni oniy lahzada yashash degan narsa bor. Ko'pchiligimizda mana shu muammo borki, o'qishga kelsak uyda o'ylab o'tiramiz, uyga borsak o'qishda o'ylab o'tiramiz. Mana shularni plus-minus to'g'ri qo'yish kerak birinchi o'rinda. Keyin boyaga aytganimiz muhabbat degan narsani, ishq, ixlos degan narsani, ya'ni maqsadga nisbatan, kasbga nisbatan, ilmga nisbatan Allohdan so'rash kerak ekan. Va bu yo'g'iga qat'iyat uzr sal ko'proq gapirib yubordim, hozir ketaman. Nima? Qat'iyat haqida, qat'iyatli bo'lish juda bir ulug' fazilat. Juda ulug' fazilat. Bitta maqsad yo'lida chekinmasdan faqat oldinga intilish ulug' fazilat, buyuklarga xos fazilat. Ana shularga o'xshash uchun ko'p mashaqqat bo'ladi, ko'p sinov bo'ladi. Bunga tayyor turish kerak. Yuragi kattaroq bo'lish kerak. Li Kuan Yu'ni 3-dunyodan 1-dunyoga degan kitob bo'lardi. O'shanda zo'r gap aytganda, bu odam Malayziyani bosh vaziri, Singapurda bosh vaziri bo'lgan. 1965-yildan taxminan 93-yilgacha 30 yil ichida Singapurda eng dabdala, eng bir orqada qolgan 3-dunyo qashshoq davlatidan rivojlangan davlatiga olib chiqib qo'ygan odam. Juda qisqa muddatda. Shuna bir gapi bor. Siyosatga kiradigan odam boshini kundaga qo'yib keyin kirish kerak degan. Agar qattiq qo'l bo'lmasa, qat'iyatli bo'lmasa, gapirgan gapiga javob bermaydigan erkak siyosatga kirgandan ko'ra deydi, uyda o'tirib paypoq to'g'igani yaxshi degan gapi bor shu odamda. O'shaning uchun qat'iyat haqida kemangizni yoqingda jangga kirishing. O'sha mashhur voqea bu. Juda ham kichkina qo'shinlik kema kelib tushganda o'zidan bir salkam bir necha baravar ko'proq lashkar kutib oladi-da, shunda hamma haqiqatda qo'rqib, shashlari tushib qoladi. Shunda lashkar boshi nima ish qiladi? Kemani yoqib yuboradi. Chunki bilib turibdi, bu yoqda kemaga yetib borguncha bular to'kib tashlaydi bularni. Kamondan orqaga qarab qochsa bo'ldi, kamondan otadi, to'kib tashlaydi. Kemasini yoqib yuborib, bari o'ladiganda kemani yoqishga buyruq beradi. Kema yongandan keyin yo o'lasa yo qolasan deb jangga kirishganda juda bir katta o'sha yerda zafar qozonishgan, juda ham bir mashhur tarixiy voqea. Ya'ni bu ehtimol majoziydir. Qaysidir bir
musulmon lashkarda bo'lganini men bir eshitdim buni. Har xil versiyasi bor. Nima bo'lgan taqdirda ham bu majoziy bir qiyos oladigan bo'lsak, hayotda qaror qabul qildingizmi? B bilan, S bilan, G bilan deb turib, mabodo ishlamay qolsachi deb turib, hali muvaffaqiyatga erishmasdan turib siz yutqizishni o'ylamang hech qachon. Kecha hozir gaplashib kelayotgandik Anvar Rahmat domla bilan, Misrlik ustozimiz keldi dedi. Sizlarda rosa oq mashinalar ko'p ekan-a dedi. Oq mashina rosa ko'p ekan-a dedi. Ikkita sababi, birinchisi ob-havomiz, ikkinchisi biznikilar olishdan, minishdan oldin sotishni o'ylaydi. Oq yaxshi ketadi, sotganimda qiynalmayman deb, o'sha sotish niyatida oladi-da. Bir maza qilib minish niyatida emas. O'shaning uchun siz harakatga kirishdan avval niyatingiz mana unaqa bo'lib qolsachi deb o'ta qo'rqib qilmasam deb 50-50 harakat qilmasdan inshaalloh juda bir katta shijoat bilan harakat qilish kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi gumonda Alloh inshaalloh men bilan birga bo'ladi. Zafar qozonaman. Inshaalloh maqsadimga erishaman. Yuzim yorug' bo'ladi. Ota-onamni yuzini yorug' qilaman deb bosib harakat qilaverasiz. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. Rahmat.